Hurmatli obunachilar, xudo xolasa, keyingi syomkalarimizga ham Usmonjondan chiqaring degan obunachilar uchun siz boshladik, xudo xolasa bir dona like bosib qo'yasizlar. Assalomu alaykum. So'roy bozorining ashaddiy obunachilari, bizni muntazam ravishda, tasodifiy ravishda kuzatib borayotgan YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari, buqa ishqibozlari, mana bunday yemga tayyor boqma buqa ishqibozlari. Mana bugun sizlar uchun Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani o'sha mashhur optimchilar va arzonchilar yig'ilgan So'roy qishlog'i Toshloq mahallasidan siz tanigan, siz bilgan arzonchi optimchi ukamiz, o'sha Usmonjon ukamizni mini mol firmasidamiz. Obunachilar, bugungi kunimiz 24-aprel, haftaning juma kuni 2026-yilda xudo xolasa syomkalarimizni boshlaganmiz. Bir donadan like tugmachasini bosing. Biz bo'lmasa so'z navbatini Usmonjon ukamiz o'zlariga beramiz. Hormang. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Charchamasdan. Assalomu alaykum. So'roy bozorining ashaddiy obunachilari, hojat hojilar, hammalar yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Musofirdagi do'stlar, hammalar yaxshimisizlar? Bittadan like deb bosib, qo'llab-quvvatlab turibman. Mollar o'ta go'zallar. O'tkazib aytdilar, sal kattaroq bo'lsin, yaxshi. Ozgina katta bo'lsin deganlar mana. Bir xilda qilib. Standartda. Standart terib qo'ydim. Siz uchun maxsus video bo'ladi. Otangizga rahmat. Jumoya muborak bo'lsin, xudo xolasa. Narxlar o'ta yengil bo'ladi hozir. Xo'p. Ammo 8 yosh o'ta chiroyli bor. Aha. Bir xilda bo'yi ham bir xilda. Nari ham bir xilda xudo xolasa. Bo'laveradi. Xo'p, obunachilar, xudo xolasa boshladik. Biz bo'lmasa birinchisiga mana bunday shvedni Udara to'ppa-to'g'ri, mashalloh, ko'ringlar ey. Xo'p. Buni bitta narsada yo'shoyligiga qanaqa bir aytib o'tib ketaylik. Yo'shoyligiga emas, deyar bir xil 12 kunda cho'lga o'tiradi. Ha. Bir xil hammasi. Bu mono ya unaqa ya unaqa bir xil hammasi. Xo'p. Gullar keldi, mana oldinda qarang, ustuvchilar. Bo'laveradi, hop. Obunachilar da xolasa molni o'zlari aytayaptilar. Zo'rlari kelgan. Haqiqatan ham yaxshi narsalar kelibdi. Hop, bu haligisiga nechta qo'yamiz? Hammasi bitta o'qib qo'yamiz aka. Yo'q, bitta narx aytamiz biz mochimali. Bo'laveradi. Bo'lmasa bitta ko'rsataylik. Bo'laveradi, ha. Hop. Bo'lmasa sekin ko'rsataylik, keyin narxini aytamiz obunachilarga. Bo'laveradimi? Kutundan siz kutgan narsam bo'ladi. Bo'laveradi. Hop, obunachilar, shvetimiz xudo xolasa bo'ylarini o'lchamayapmiz u. Nechiga beramiz? Bo'ylar 1.18 dan bolalar bor 1.20, 1.22. 1.20 dan 1.18 gacha beravering. Telefon qilib o'lchab beraverasiz. Xotirjam. Aka, men birinchisiga badani zo'r. Jonivor ey. Hop. Birinchisiga shvetimiz obunachilar, ikkinchisiga ham xudo xolasa shvet, tepasida palasalari bor variantidan, oyoq qo'llari ham xudo xolasa uzun, orqa boshlari ham chiroyli holatda. Haqiqatan o'zi chizig'i kengayib bo'lgan ekan-a, buqani. Hop, old oyog'iga ahamiyat beringlar obunachilar. O'ta gardanli ekan. Mol yaxshi holatda. Hop, ikkinchi buqamiz. Udornasi shvet aka ikkinchisiga. Hop, uchinchisiga, xudo xolasa uchinchisiga ham Estonda qora variantidan so'raganlarga mana qora variantidan jonivor. Yengil turgan ekan jonivorlar. Yaltirab turibdi haqiqatan. Ko'ringlar obunachilar, yedi ishsiz degan joy tegan mana obunachilar. Yemasa ichmasa bunaqa bo'lmaydi. Bemalol ko'ngilni to'q qilib olaveringlar, xudo xolasa yedi ishsizdan muammosi bo'lmaydi. Bo'ldi. Terisini bo'shdan degan qara terimi. Bo'sh qop. Tak bo'sh qop. Ha, bo'laveradi hop. Undan keyingi variantimizga ham obunachilar shvetimiz. Gibrid. Turishini qara. Jonivorimiz. Mashalloh. Ustlari, uzunliklar. Mol o'zi turishdagi voy. Turishini ko'ringlar. Tikka turadi. Bunaqasiga uzun. Mana, baqbaqalariga ham ahamiyatni berib qo'yasizlar. Bo'ladi aka, teri. Mollar zo'r, bir-biridan go'zal holatda. Hop, undan keyingi variantiga tim qora variantidan obunachilar, tepa qismlari, oldi qismlari moldi liniyasi kelgan bir xil. Yaltirab turibdi uni ustiga, tozalab, chiroyli qilib, cho'tki holatga keltirib qo'yishibdi. Angusda. Angusda. Bo'laveradi. Shoqi bo'lmaganda angusga. Ham beradi qolgan. Hop. Lekin kim oldin qancha ko'rsatib qo'yamsiz? O'g'linizlar bag'idan qilib tepadan ham pastdan ham rostdan ham deydi-yu. Rostdan ham ko'rsatib qo'yaman, orqalarni ko'rsatib. Divan. Bo'ldi, lyubiteli. Hop, undan keyingisiga to'qol variantidagi gibrid buqamiz obunachilar. Gibriddan so'raman. Qancha berasiz? Jonivor. Orqa bosh ko'ringlar mana. 4 son deydi mashina obunachilar mana. Mana bu xos suyagi mana, bunisi ham mana.
Oyoqlari ham baquvvat mana. Shu to'lsa bo'ldi shu holatiga. Endi bular hali yem yeb yurmagan, to'g'rimi? Tabiiy to'qol aka. Ha, tabiiy to'qollar, kuydirilgan, netmagan joyi yo'q. Xo'p, bu navbatdagi buqamiz 6. 6-chi buqamiz. Xo'p, undan 7-chisiga yana Eston. Eston juplaganlarga ham bor ekan, shved, qora hammasida bor ekan, jup olaman degan gap. Xo'p, buni ham orqa boshini ko'rasizlar, xudo xolasa, yaxshi holatda. Bolalaman deysin, bor. Jonivor, mashalloh. Bo'ldi, krasavchik aka. Uzunligi ham qo'limda orqalariga kelgan shu o'ta ideal narsa aka. Xo'p, bu narsa. Bu 7-chi buqamiz, xudo xolasa, mana ko'ringlar. Oq quloq, oq tumshuq, xudo xolasa, mana. Xo'p, 8-chisi. 8-chisiga obunachilar mana oyoq qo'llardan bitta ko'rsataylik. Oyoq qo'l o'ta baquvvat. Mana tarafdan ko'ringlar. Keng-keng buqa aka mana. Jonivor. Molning tepa qismini ko'rsating mana. Tepa qismi liniyasini ko'ringlar. Tekis aka. Xo'p, bu eng oxirgi, ya'ni so'nggi buqamiz. Jonivor mana. Vale. Bunaqasiga kachoqroq ekan-a? Xo'p, endi bitta narsada shaytiga. Oldi yelkiragini tehmadlik mashg'ullar aka mana. O'zim shu qo'zg'ama yelkirlar. Bag'i ham shuncha. Nartarayib shuncha to's aka. Yelkir buqa. Xo'p, endi bu yoqqa keling-da. 8tasiga shunday narx aytaylik mana. Mollarni ochiqni aytganda ko'rishdi. Mollar yomon emas. O'ta zo'r narsa. Mollar xohlasa yaxshi, o'ta go'zal. Xo'p, endi qo'ldi bering bu narsani. Olganga sotganga Alloh barakasini bersin-da. Soatashaga maqsad. Ha. Topamiz. Xudo xolasa, og'a odam barakatlar. Bir yerda olsin, bitta chiqarish kerak aka. Bittasi katta, bittasi kichkina emas aka. Xo'p. Aka, bu aka 120, 118 aka bo'ylari. Xo'p, aka o'zi o'lchab ham berilaveradi, telefon qilsa. Xo'p, aka, narxi yengil, aytdimi? Masalan, sotish. Bungaligi 22 million, 23 million qilib 1 million 500 ming o'tib bermaydi obunachilarga. Sal narx qo'yib, telefon qilsin, oldim deysiz aka. Aka, mana siz nech pul o'ylayapsiz? Endi siz o'ylaganingizdan arzon bo'lar aka. Bundan aka 20 million emas, telefon qilsin 18 million, 2 million telefon qilsa o'tib ham bering. Va kami ham bor aka, o'ylanma. Olsin, yo'q, mana qo'ldi bering. Bitta gap gapiraman. Mana 8tasiga bitta gapirdingiz. 8tasi bitta bor aka olsin. U mayda chuyda to'g'risi sizga yarashmaydi. Yarashmaydi. 100 ming siz obunachingizga, 100 ming biz obunachiga telefon qilishadi. Shuni jo'natib deyishadi. O'tgan safarga o'xshab bitta katta mashinani gaplashasiz. 18 milliondan vodiy bo'ylab borib beraverasiz. Xursandchilik bilan. Arzon bo'ladimi shunda? Arzon bo'ladi. Arzon bo'ladi, olsin. Barakasini bersin. Otangizga rahmat. Qadrli obunachilar, xudo xolasa, bunaqa videomiz shu paytgacha bo'lmagan edi, ochig'ini aytaman ana. Ochig'i bunaqa video qilmagan edik. Nimayaki, hali hammasini bitta narx aytar edik. Faqat bitta joyga optim hisobida ketyapti bu. Olsin. Hali to'g'risi haqiqatan videomiz zo'r bo'ldi obunachilar. Like'larni bosinglar 18 million so'mdan bitta narx aytib qo'ya qoldik-ku. Telefon qilsa, xudo xolasa hammasini bitta joyga olsa, o'zingiz bir nima o'tib berasiz. Labis qildim 200 ming o'tib beradi qadim. Qancha o'tdik, telefon qilsa seni o'tib beraman. Otangizga rahmat. Shaydalik bo'lsin, aytib qo'ylar. Yakka kamini aytib beraman. Xo'p. 1 2 3 4 5 ta mashagacha. 5 ta. 5tasini batdim degan aytib qo'yamiz. Albatta. Endi obunachilarimiz ichida bitta oladigani ham bor-da. Turishini lider. Aka 5talasini olsin, bir joyga aka. Oldi qo'yish qo'ymayman aka. 19 20 emas. 18 million 400 mingdan kami bor. 3tasini olsa mana uchalasini aka. Xo'p. Olsin 17 million 700 mingdan kamini qilib beraman aka. Bo'laveradi. Bo'lmasa obunachilar olsa bitta joyga olishadi. Bitta joyga olsa, voy 18 milliondan olinma baraka topilma. Otangizga rahmat. Obunachilar, xudo xolasa videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun barchangizga minnatdorchilik bildiramiz. Videoni mana bunday buqolaman degan obunachiga jo'natib qo'yasiz. Obunachilar, xudo xolasa buqalar bor, o'ta go'zal holatda turibdi. Like'larni bosib, padishga qilib turaverasizlar.